Buydan namlıq əsərdəki Güldar Şayx Lojishinni nima uchun hammamiz yoqtiramiz? Nima uchun hammamiz amroq buningga? Subuyda haqida. Chunki menda qarshi Lojishin Linchungning aks tarafı. Shunami? Yani maharat jihatdan aytsak-mu, at ustida Linchungni aytman, piyod lashkarlar qatorida Lojishinni aytman. İkilisi gunoh tutib qo'ygandan keyin birsi samonliq qarab samon 5 bo'ldi, birsi ko'ktatliq qarab ko'ktat 5 bo'ldi. Endi bu jihatdimi o'xshib ketadi, shunami? Lekin mijoz xarakterda aytgan vaqtda bu ikkisi ikki qutub. Yani bu Lojishin Linchungning dal aksi, shunami? Linchung ochiqlangan ishlarga Lojishin ochiqlaydi, Linchung g'azablangan ishlarga Lojishin g'azablandi. Linchung chidab o'tkazayotgan adolatsizlikka bu yerda Lojishin qat'iy chidamaydi. Bu zaman aniq ifoda bildirdi bu Lojishinning, ya'ni muhabbat nafrati nayt aniq va hayotda turmushimizda biz Lojishindek muhabbat nafratimizning nayt aniq bo'lishini orzu qilamiz. Shunaqo. Endi ikkinchidan bu Lojishinning hayoti qarsak nayt shuan, ray bir xil. Shunami? Xolis kildi, xolis ketdi. Shoda zoda, shozo juzoda liyo mani hayotchi. Yani eski bir tartışma qolmaydi, qo'sig'asi yeydi, uyqusiz uxlaydi, majliskiz ichidi. Hayotni boshqarishlarmi xo'sh yo'q. O'zining boshqarilishi bilan xo'sh yo'q. Mana Lojishin haqiqiy hayotdan muzrib yashaydigan odam men. Shuning uchun biz ko'pinchimiz bu Lojishinning hayotini yoqtiramiz. Endi bu Lojishinni kichikda Guanshinni cho'ng bo'lgan deydi. O'ziniki bayonlari qarasaqmi, kichikdan bu yerga Linchungniki dadisini ustoz tutib, har qaysi alam maharatlarini nayt pishib qo'ygangan. Shuning uchun buning bo'ybastim hamda mendan ish chiqidek nayt yo'g'an. Shun kichik turibli baqavulbek bo'ladigan. Shunga bu yerga Lojishin qilma deb qildigan shoda zoda mandaqrin. Shunami? Qarasaq bu Lojishin atrofidagi o'z muhim deb bilgan kishilarning hayoti badlik qo'g'daydi. O'zi muhim emas degan kishilar bilan qil chiqari yo'q. Nima Lojishin hayotni asl nuqtasi bilan tushundi. Ham shundoq bo'lsa deydi. Ya'ni xato, chuqum xato. Uni kim o'tkazgan bo'lishidan qat'iy nazar xato. To'g'ri, chuqum to'g'rini kichikdamdu, namratdamdu nima degan bo'lsa, qaysi desa yeni to'g'ri, amini to'g'ri. Ya'ni to'g'rini to'g'ri deyamsa, xatoni xato deyamsa, bundaq yashaganning nima foydasi deydi. Gap qaytib kelsak, bu Lojishinning nayt bir mard o'g'lan, shunami? Masalan, eng dastlab ajdar sifat yigit kimdi? Shuni bilan ko'rishgan vaqtda bir ko'rish Allohga nöqtidi, bapulg'im iymon qilyotdi. Bash Linchung yalapangan iqtiyoyinimi tillaydi, urdi, o'ltirib atqil tas qoldi, lekin oxirida Linchungning ipi bilan o'ltamay ketadigan vaqtida yana bu ishkisik bastardan o'lsan kumushni birib anondan keyin ketib o'tirish. Ibodatxonga rohiblarni masjidda urib qo'ydi, lekin qo'qandan keyin bulardan kechirim so'rab, yana Allohga nima shulardan kulib chaqchaq bilan yana o'ltira oladi. Endi bu Lojishinning o'tib qo'ygan gunohga qarsaqmi, bu bir adolat uchun o'tirib chiqib, shuni bilan bir po'qbalar qilib nasvasidir. Shunaqo, hargizmi qolgan boshqalarga o'xshash ya bir bulanchilik qilib, ya bir qaraqchilik qilib, ya bir o'g'irlik qilib bu yo'lga kirib qolgan emas. Ham bu yerdimi asli maqsadi o'ltirib etish emas, ya'ni o'zini g'arb qo'ychisi deb atolgan jimbegim cho'shqi go'sht sotadigan. Buningla urushib, ushmushlarla o'ltirib qo'ydi. Bu o'ylamaganda ushmushlar buni o'lib qolishini, asli rost urib bir dumbalab achchig'ini chiqarib olmoqchi, hargizmi bir o'ltirib atadigan niyat bilan undaq niyat bilan bo'lsa bir xilish bilan nayzini ko'tarib boradi. Undaqda Lojishinni mushu po'qbalaga so'rab kirgan eliq jinsuylar nacha rostilla nohaqchilikka uchirganmi? Rostilla o'zi aytgandek noat bichora qizmi bu? Uning deganlarining hammasi rost gapmi? Bunun qiziqsanglar, meni qo'shib olib, keyin sana diqqat qilinglar. Undaqda bugun men Uyg'urcha kitob, Uyg'urcha roman degan do'stlarga Ansiz yillardagi Nozdin degan romandan, ya'ni bir qancha tal qoldi, Uyg'urcha nashrdan yana bir qancha tal qoldi. Endi bu men ism bilsam, bir nihoyat danliq bir roman bu Ansiz yillardagi Nozdin degan. Turdigan mana shu Uyg'urcha nashrini bir ep saqlab qo'yay, setib olay deguchilar, chuchon kiringlar, topamiz, salmon sishing qilsanglar ayrim yo'llab beraman. Rahmat.